Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Damas avtomobilini salonini qayta torttirdik. Mana hozir shu jarayonni kuzatib turibsizlar. Shuni men qisqacha sharhlab beraman, qisqacha obzor. Demak, eshiklarning obshivkasiga biza yaponskiy ekokosha deb nomlanadigan materialdan tortdik. Mana bu yog'i tomiga ham bir xil shunaqa rangiga mos seri qilib, o'sha kulrang qilib qilingan. Mana polga linoleum ham sifatli. Buni tegi endi ochib ko'rsatmadim. Mana STP materiallari bilan chiroyli shumoizolyatsiya qilingan, o'sha tovushsizlantirilgan. Ushbu xizmatni ko'pchilik qiziqib, narxi nech pul deb so'raydi. Xuddi mana shu hozir ko'rib turgan materiallar bilan shu obshivka eshiklar, patolog, pol 2.600.000 so'm. Material demak darajasiga qarab, narxi ham shunga qarab belgilanadi. Kim obuna bo'lgan bo'lsa, obuna bo'linglar, like bosinglar, kanalimizni ham kuzatib boringlar. Rahmat.